Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bemorimiz bizga ikkala oyoq varikoz kasalligi tashxisi bilan murojaat qilib keluvdi. Bemorimiz 10-15 yildan beri varikoz kasalligi bilan aziyat chekib yurgan. Operatsiyaga borishga, doktorga borishga qo'rqib, qiynalib yurganlar. Bemorimizga kecha bitta oyoqlarini, bugun ikkinchi oyoqlarini operatsiya qildik. Hozir mana operatsiyadan chiqdilar. Operatsiya narkozsiz, mana katta kesmalarsiz amalga oshirildi. Ahvollari qoniqarli ahvolda, mana bemalol turib yuribdilar. Operatsiyadan o'zlari yurib chiqdilar. O'zlaridan operatsiyadan oldin va operatsiyadan keyingi ahvollari haqida o'zlaridan ikki og'iz eshitamiz. Operatsiya jarayoni og'ir sezmadim hech qanaqa. Oldin og'riqlar bo'lardi, hozir yaxshi hammasi. Qo'llar dard ko'rmasin. Yaxshi, bemalol yuribman mana, hech qanaqa og'riq yo'q. Yaxshi. Operatsiyadan o'zingiz yurib chiqdingiz-a? O'zim yurib chiqdim, bemalol. Qolganlarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Qo'llar dard ko'rmasin. Rahmat. Yaxshi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. Azizlar, kimda shunaqa kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Operatsiya narkozlarsiz, katta kesmalarsiz, kichik kesmalar bilan amalga oshiriladi.